Короче, hostlarga bitta keysa ledni turishni o'rgataman, 100% turishni o'rgataman. Birinchi ledni keysni ustiga 10 marta bosamiz. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 10 bo'ldi. Endi eng tepadagi mifik ustiga bosamiz, 10 marta bosamiz. Shunday shansimiz yuqori bo'ladi. Bosamiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mana. Endi keysni ochamiz. 100% bitta ledni tushadi. Hozir ochamiz. Bot go ochamiz. 100% ledni tushadi. Whoa!